Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuimiz 6-mavzu tub va natural sonlar haqida bo'ladi. Ya'ni tub va natural sonlar haqida tushunchaga ega bo'lamiz va bo'linish qoidalari haqida bo'linish qoidalari mavzusini o'tamiz. Xo'p, natural son. Natural son biz sanoqda ishlatiladigan sonlar. Ya'ni biz natural son deb sanoqda ishlatiladigan sonlarga natural son deyiladi. Eng qisqa va tushunarli va tushunish uchun oson bo'lgan ta'rif shu hisoblanadi. Bu nima degani? Masalan, biz sanayotganimizda har doim birdan boshlab sanaymiz. O'sha 1 deymiz, 2, 3, 4, 5 shunday qilib sanaymiz. Masalan, 4 ta narsa turadigan bo'lsa, hech qachon biz 0, 1, 2, 3 deb sanamaymiz. Biz doim 1, 2, 3, 4 deb sanab ketamiz. Shuning uchun shu yerdan kelib chiqadiki, 0 natural son emas degan qoidamiz kelib chiqadi. Xo'p, deyarli natural son haqida tushunchaga ega bo'lib bo'ldingiz. Shundan iborat edi. Xo'p, tub son. Endi tub son biroz qiyinroq, lekin bemalol amallasa bo'ladi. Hop, oldin bitta narsani bilib olsak, A sonini B soniga bo'lsak, C soni chiqadi. Bu yerda A bo'linuvchi va B bo'luvchi, C bo'linma. Hop, ya'ni A ni bo'linuvchi deymiz, B ni bo'luvchi deymiz, C bo'linma. Ya'ni o'sha so'z agar ona tilidan biroz yaxshiroq bilsangiz, albatta bitta tushundingiz deb o'ylayman. Xo'p, va tub sonlar haqida tushunchaga keladigan bo'lsak, tub son deb faqatgina o'ziga va birga bo'linuvchi natural sonlar hisoblanadi. Ya'ni qoldiqsiz bo'linuvchi natural sonlar hisoblanadi. Ya'ni B ni o'rnida faqatgina ikkita son kelishi mumkin. Ya'ni A sonining o'zi yoki 1. Demak, xo'p, biroz tushunarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir misollarda ko'rganimizda ancha tushunarli bo'ladi. Xo'p, masalan 2, 3, 5, 7 sonlarni olaylik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shu sonlar o'zi yetadi. Xo'p, 2 qaysi sonlarga bo'linadi? 2 soni faqatgina 1 soniga bo'linadi, qoldiqsiz. 2 soni 2 soniga bo'linadi, xolos. 3 soni ham 1 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi. 4 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'lsak bo'ladi, 4 ga bo'lsak bo'ladi. 5 sonini 1 ga bo'lsak bo'ladi, 5 ga bo'lsak bo'ladi. 6 sonini 1 ga bo'lsak bo'ladi, 2 ga bo'lsak bo'ladi, 3 ga bo'lsak bo'ladi va 6 ga ham bo'lsak bo'ladi. Hop, 7 ni 1 ga bo'lsak bo'ladi va 7 ga bo'lsak bo'ladi. Va bu yerda ko'rinib turibdiki, tub sonlar o'zi eslab turibdi, ikkita bor xolos. 1 va 2, 1 va 3, 1 va 5, 1 va 7 turibdi. Lekin bu yerda ikkitadan ko'p bo'lganligi uchun bo'linuvchilar, ya'ni 2 ham qo'shilib qolyapti. O'zi va birdan tashqari 2 ham qo'shilib qolganligi uchun bular tub son hisoblanmaydi. Ya'ni 4 tub son emas, 6 ham tub son emas. 6 da o'zi 4 ta bo'linuvchi bor ekan. Shu sababdan uni tub son deb hisoblamaymiz. Hop, demak, tub son haqida qisqa tasavvurga ega bo'lib oldik. Endi bo'linish qoidalarini o'tamiz. Ya'ni tub sonning o'sha eng oddiy ta'rifi faqatgina o'ziga va birga bo'linadigan sonlar tub son deyiladi deyishingiz mumkin. Xohlasangiz, faqatgina ikkita bo'linuvchisi bor sonlar tub son deyiladi deb yodlasangiz bo'ladi. Xo'p, buni ko'chirib olamiz va tushunib olamiz. Bo'linish qoidalari. Bu bo'linish qoidalarini yozib olishimiz kerak. O'sha qizil va yashilda yozilganlarni yozib olishimiz kerak. Hozir qorada yozilganlar bilan o'sha tushuntirib beraman. Birinchisi, ya'ni bo'linish qoidalari degani nimani tushunishimiz kerak? Biror bir songa bo'lganda qoldiq chiqmasligi yoki chiqishligi. Ya'ni qoldiq bilan bo'linishi yoki qoldiqsiz bo'linishi.
Shu narsani tushunishimiz kerak. Bu ham o'sha katta va kerakli mavzulardan biri hisoblanadi. Shu sababdan yaxshilab o'rganishimiz kerak. Birinchisi, 2 ga bo'linish qoidasi. Sonda o'sha biror bir bu yana buni o'rganishimiz nimaga yordam berishini aytib o'tishim kerak. Agarda o'sha biror bir kattaroq sonni biror bir kichik songa, shu songa bo'linadimi qoldiqsiz degan savolga javob topishda tezroq javob topish uchun kerak bo'ladi. Hop, 18 soni 2 ga bo'linadimi degan savolga qaraymiz. Masalan, 2 ga bo'linish qoidasi oxirgi bitta raqam juft son yoki 2 ga bo'linuvchi son bo'lishi kerak. Juft son nima degani? Juft son bu 0, 2, 4, 6, 8 va hokazo 10, 12. Siz oxirgi bitta raqamni o'sha 0, 2, 4, 6, 8 dan bittasiga tugagan bo'lishi kerak deb yodlaysiz. Farqi yo'q. Ya'ni eng muhim qoidasi bu. 2 ga bo'linuvchi son bo'lishi kerak. Oxirgi bitta raqamni qaraymiz. 8. 8 soni 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. 2 ga bo'lsak bo'ladi. Demak, 18 soni 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi 32134 soni 2 ga bo'linadimi degan savolga javob berish uchun oxirgi bittasiga qaraymiz. 4 soni 2 ga bo'lsak qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 32134 soni ham 2 soniga qoldiqsiz bo'linadi. Hop, 8213 soni 2 ga qoldiqsiz bo'linadimi desa, o'sha oxirgi ikki bittasiga qaraymiz. 3 soni 2 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Shu sababdan 8213 soni ham 2 songa qoldiqsiz bo'linmaydi. Hop, keyingi qoida 3 ga bo'linish qoidasi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi degan qoida. Albatta, ikkinikidan biroz farq qiladi, lekin bu ham ancha osonroq qoidalardan biri. Hop, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan son. Bu degani, masalan, bu yerda 32134 bo'lsa, 3 ga 2 ni qo'shamiz, unga 1 ni qo'shamiz, unga 3 ni, unga 4 ni qo'shsak, kichik son hosil bo'ladi, bilamiz. Albatta, bundan ancha kichik bo'ladi. O'sha son 3 ga bo'linsa agar 3 ga bo'lmasa bo'linmaydi degan qoida bu. Hop, 24 sonni tekshiramiz. 2 ga 4 ni qo'shsak, 6 bo'lingan 3. Hop, strelka bo'lishi kerak. Hop, 6 bo'lingan 3 bo'linadi. Demak, 24 sonimiz bo'linar ekan. Hop, 21351 soni 3 ga bo'linadimi degan savol berilgan bo'lsa, ya'ni nima qilamiz? 2 qo'shilgan 1 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5 qo'shilgan 1 barobar. Hop, 3 6 12. 12 ni ham o'sha bemalol yo'yib olsak bo'ladi. Agar 12 kunda kattaroq son kelganda ham yo'yib olsak bo'laverardi. Hop, mana yo'yib olsak 1 qo'shilgan 2 barobar 3 soni 3 ga bo'linganligi uchun bo'linadi. 21351 soni ham 3 ga bo'linadi. Hop, 83312. 83312 ni tekshiramiz. Raqamlar yig'indisini hisoblaymiz. 8 ga 3 ni qo'shamiz, unga 3 ni, unga 1 ni, unga 2 ni qo'shamiz. Hop, javob 17 hosil bo'ladi. 17 ni ham tekshirib ko'rsak, o'sha javob 17. 17 ni tekshirib ko'radigan bo'lsak, 8 soni 3 ga bo'linmaganligi uchun, demak 83312 soni ham 3 ga qoldiqsiz bo'linmas ekan. Hop, 4 ga bo'linish qoidasi. 4 ga bo'linish qoidasi 2nikiga o'xshash, 2 da faqat bitta bo'ladigan bo'lsa, 4 da 2 taga qarashimiz kerak bo'ladi. Masalan, buni ham o'sha tekshirish uchun oxirgi ikkitasiga qaraymiz. 34 4 ga bo'linmaganligi uchun, demak bu son 4 ga ham bo'linmas ekan. Hop, misol ko'rishni boshlaymiz. 16 4 ga bo'linishini bilish uchun o'sha oxirgi ikkitasi 16 4 ga bo'linadi, demak 16 soni bo'linar ekan. Hop, 21800. 21800 soni oxirgi ikkita raqami 0. 0 soni 4 ga qoldiqsiz bo'linganligi sababli
0 bo'lingan 4 0 bo'ladi. O'sha qoldiq chiqmaydi hech qanaqa. Hisobdan 28 soni 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, endi bunga qarasak, oxirgi ikkitasi 84. 84 sonni 4 ga bo'lsak, o'sha qoldiqsiz chiqadi. Necha? 21 chiqargan. Qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 331.484 soni 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Hop, keyingi misol 513.222 son 4 ga qoldiqsiz bo'linishini topishimiz kerak. Hop, oxirgi ikkitasi 22. 22 4 ga bo'ladigan bo'lsak 5 chiqib 2 qolib qoladi. 2 qolib qolganligi uchun ya'ni buni bo'lib bo'lmaydi. Demak, 513.222 soni 4 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Hop, 5 ning qoidasi ham shu 2 nikiga o'xshash, lekin bunda ham baribir oxirgi bittasiga qaratiladi, lekin u son 5 ga bo'linishi kerak, 2 ga emas. Bunga yana bitta qoida qo'shsak ham bo'ladi. Oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lsa ham bo'linaveradi. Bunaqa qilib yozasangiz ham farqi yo'q. Hop, 35 son oxirgisi 5 bo'linar ekan, demak bo'ladi. Hop, 45.140 soni oxirgi bitta raqam 0 bo'lingan 5 qoldiqsiz, demak bu bo'ladi. Qoldiqsiz bo'linadi. Hop, 7215 oxirgisi 5 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. It's possible. Hop, demak 7215 soni ham 5 ga qoldiqsiz bo'linishini ko'rdik. Hop, 830.550 soni 5 ga bo'linadi. Qoldiqsiz desa, o'sha usul shakldan foydalanmasdan oxirgi bittasiga qaraymiz. Va 3 bo'lingan 5 qoldiq 3 va 0 chiqib qoldiq 3 qolganligi uchun bu son bo'linmaydi. Hop, 6 ga bo'linish qoidasi. 6 ga bo'linish qoidasi uchun alohida qoida yodlashimiz shart bo'lmaydi. Buning uchun 2 va 3 ga bo'linish qoidasini zo'r bilsak bo'ldi. Qoida shundaki, bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 3 ga bo'linadigan son. Hop, bu yerda bir vaqtning o'zida degan narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar 2 ga bo'linib 3 ga bo'linmasa yoki 3 ga bo'linib 2 ga bo'linmasa ham u son 6 ga bo'linmaydi. 36 ni tekshiramiz. 2 ga bo'linishini tekshirishimiz shart emas. O'zi oxirgi bittasiga qarasak kifoya. Oxirgi bittasi 6, demak u 2 ga bo'linadi, juft son bo'lganligi uchun. Endi 3 ga tekshiradigan bo'lsak, 3 ga 6 ni qo'shsak 9, 9 3 ga bo'linganligi uchun 36 soni 6 soniga bo'linadi. Hop, endi kattaroq sonlar bilan ishlasak, 91.830 soni 6 ga qoldiqsiz bo'linadimi? Hop, 2 ga tekshirish uchun 0 bo'linadi, demak 2 ga bo'linar ekan. 3 ga bo'linishini tekshirish uchun 9 ga 1 ni qo'shamiz, 10, 18, 18 ga 3 ni qo'shsak, hop, 21. 21 soni 3 ga bo'linadi. Demak, 91.830 soni 6 ga ham bo'linar ekan. Chunki bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 3 ga bo'linyapti. Hop, keyingisi 1.273.044 soni 6 ga bo'linadimi? Hop, birinchi oxirisiga qaraymiz. 4 2 ga bo'linadi, demak 2 ga bo'linar ekan. Hop, 3 ga tekshiradigan bo'lsak, 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 3 ga 7, 10, 10 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 13, 13 ga 4, 13 ga 0, 13, 13 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 17, 17 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 17 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 21. Demak 21 bo'lingan 3. Bu iloji bor, imkoni bor bo'lganligi uchun. Hop, demak bir vaqtning o'zi ham 2 ga ham 3 ga bo'linyapti. Demak bu to'g'ri. Hop, 7131 soni bo'linadimi degan savol bo'lsa, ko'ramiz. 2 ga birinchi tekshirishimiz kerak. Oxirgi bitta raqam 2 ga bo'linmaydi, demak 2 ga bo'linmaydi. Shu yerning o'zidayoq bu son 6 ga bo'linmaydi devorsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Hozir ko'rinish uchun 3 ga bitta qilib ko'ramiz. 3 ga bo'linar ekan, chunki 12 chiqadi, 12 3 ga bo'linadi. Demak 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi, lekin 2 ga bo'linmaydi bo'lsa ham bu son 6 ga bo'linmaydi. Agarda 3 ga bo'linmay turib 2 ga bo'linganda ham bu son 6 ga bo'linmagan bo'lar edi.
Hop, endi 9 ga bo'linish qoidasi. 9 ga bo'linish qoidasi 3 ga bo'linish qoidasiga o'xshash raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Masalan, 36 bo'lsa, qo'shilgan 6 barobar 9. 9 ga bo'linganligi uchun 36 soni bo'linadi. Hop, 71838 soni. 71838 soni yozamiz. 70 hop 7 qo'shilgan 1 qo'shilgan 8 qo'shilgan 3 qo'shilgan 8 barobar. Hop, 18 27 chiqar ekan. 27. Endi 27 ni o'zini tekshiradigan bo'lsak, 2 qo'shilgan 7 barobar 9. Bu 9 ga bo'linganligi uchun demak 71838 soni 9 ga bo'linar ekan. Hop, endi 512 son 9 ga bo'linadigan songa savolga javob topish uchun o'sha yana qo'shib chiqamiz. 5 ga 1 ni qo'shamiz. Unga 2 ni qo'shadigan bo'lsak 8 kelib chiqadi. 8 soni 9 ga bo'linmaganligi uchun 512 soni bo'linmaydi. Hop, demak, hozir biz 2 ga, 3 ga, 4 ga, 5 ga, 6 ga va 9 ga bo'linish qoidalarini o'rgandik. Keyingi darsda o'zimiz kattaroq songa, masalan 36 ga qanday bo'linish yoki 150 ga qanday bo'linish qoidalarini o'zimiz uchun qanday yaratish kerakligini ham o'rganib olamiz. Hop, bu mavzu albatta boshda aytgandek ancha kerakli mavzu. Bu narsani yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.